Sizlarga aytganman, tok ko'paytirdim 30 kilovatli. Bu mana pitani aka kiryapti mana. Kirib turib mana bu yonboshdan 220 ni beryapmiz aka mana. Ko'ryapsizmi 220 mana. Bu faza bu 0 mana. Kirib bundan aylanib chiqadi. Bu apparat bizga bunoni ko'targanimizda prammoy tok beryapti aka. Prammoy. Mana pitani berganimiz yo'q hali uyning ichiga. Uyning ichiga turibdi. Bunu o'chirib turib, bunu bersak, tok ko'paytiradigan ishlash kerak aka. Mana ishlamayapti shu narsa. Hozir shu narsa ishlamasligi uchun mana bu narsa sababchi bo'lyapti aka mana. Mana mashinamiz ishlamayapti aka, mashinamiz tortmayapti. Kontaktda degan narsa mashinasi bo'ladi aka. Ustingizdan so'rang aka.